Bugun maktab bitiruvchilari uchun tarixiy kun. 11 yil davomida mehnat qilgan, ilmga chanqoq, harakatlari va bilimlari bilan ajralib turgan eng munosib o'quvchilarga oltin medal topshirilyapti. Oltin medal bu tunlari uxlamasdan o'qilgan darslar, ota-onaning orzusi, ustozlarning mehnati va eng muhimi o'quvchining harakati mevasidir. Shu kunlarda umumta'lim maktablarini oltin va kumush medallarga tamomlagan bitiruvchilarni taqdirlash marosimi bo'lib o'tyapti. Bugun Samarqand shahri Qorasuv massivida tashkil etilgan tadbirda hududdagi 80-maktabning 4 nafar, 81-maktabning 9 nafar bitiruvchisi oltin medal bilan taqdirlandi. 81-umumiy o'rta ta'lim maktabini ushbu o'quv yilida 158 nafar o'quvchilarimiz 11-sinf bitirish kerak edi. Biroq bir nafar o'quvchimiz yetarli darajada ta'limni o'zlashtirmaganligi uchun sinfdan sinfga qoldi va 157 nafar o'quvchilarimiz muvaffaqiyatli bitirishdi. 100 nafari til bilish va fan bilish bo'yicha milliy va xalqaro sertifikatlarga ega bo'lishgan. Qolaversa 2 nafar bitiruvchimiz muddatidan oldin xalqaro oliy ta'lim muassasalariga qabul qilinishdi. Shular qatorida 9 nafar o'quvchimiz oltin medal bilan taqdirlanishdi. Samarqand shahar 80-umumiy o'rta ta'lim maktabining 11-sinfini bugun farzandim Abdusamatova Asal oltin medal bilan tamomladi. Bu juda ham quvonchli kun bo'ldi men uchun, oilamiz uchun. Bu faqatgina farzandim va oilamiz emas, balki ustozlarining ham yutuqlaridan biri deb hisoblayman. Maktabni oltin medal bilan tamomladik. Bundan juda ham xursandman. Va maktab davrida IELTS ingliz tili fanidan IELTS sertifikati qo'lga kiritdim va muddatidan oldin Westminster universitetiga qabul qilindim. Kelgusida biznes boshqaruvi bo'yicha yetuk mutaxassis bo'lib, ustozlarim ishonchini oqlash niyatim bor. Viloyatimizdagi umumiy o'rta ta'lim maktablarini 51,043 nafar bitiruvchi tamomlagan bo'lsa, ularning 353 nafari kumush, 1860 nafari oltin medal bilan taqdirlandi. Dilnoza Ahmadova, Fazliddin Ro'ziboyev, Zarnews uchun maxsus.